hurmatli obunachilar, bugungi so'nggi Qazaris tumanida bo'ldi. Har doimgidek shu demir eshiklarimiz, akva eshiklarimizni, akvaynalarimizni yutib beramiz, ichan eshiklarimizni yutib beramiz. Kimga ishni sifatlar ishlarga ko'ra murojaat qilaverasizlar. Yashnabek eshiklarida YouTube, Instagram, Telegram kanallarimizda chiqadi. Yozsanızlar. Bugungi temir eshiklarimiz 1-2 yana 8-4lik oldu. Teşhirler, şunca Ford lisler, kalk bu infolu oldu. Kvadratı 1 milyonla işlep verdik bu işlerimizde. Alanımıza geçsek, aynı Ford lis, çizgi aqua 7'lik oldu. Infolu kulaklarım hem möcü kalkulojini oldu. Ulan kvadratını 950 bin sonman ötüp verdik. Kime işin nispetli işlerge kızı müracaat kılaverasizlar. Böyle 4 ayda 2 temir eshik qurib berdik. Aytib o'tganimizdek, biriklikli shuncha zaten nima bor. Men ishlarimiz qilganicha sho'xlaman. Долго обязательно подали 2 kat. Her daim xizmatlaringizdamiz. Müracaat qilaverasizlar.